O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zam 75 yoshda. O'zbek adabiyotining zabardast vakili. O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zam 1950-yil 10-avgustda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. Bolaligi san'atning barcha turlariga mehr qo'ygan boysunliklar orasida o'tdi. Bu esa o'z-o'zidan bo'lajak adibning qalbida yozishga bo'lgan havasni uyg'otdi. Bu havas esa jiddiylashib, alal oqibat qismatga aylangani yozuvchining keyingi ijodiy faoliyatida namoyon bo'lib turibdi. Erkin A'zam 1972-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlab, radioda muharrir vazifasida ish boshladi. O'sha davrning eng nufuzli nashri bo'lmish Guliston jurnalida faoliyati uning yozuvchi sifatida shakllanishida muhim bosqich bo'ldi. 1977-yilda adibning Chiroqlar o'chmagan kecha nomli ilk hikoyalar to'plami nashrdan chiqdi. Shundan so'ng toki bugungacha Olam yam-yashil, Javob, Bayramdan boshqa kunlar, Pakananing oshiq ko'ngli, Ertak bilan xayrlashuv, Kechikayotgan odam, Jannat o'zi qaydadir, Shovqin, Yozuvchining bog'i, Ganaluluga elchi kabi qator kitoblarini va 5 jildli tanlangan asarlarni adabiyot muxlislariga tuhfa etdi. Tafakkur jurnali tashkil etilgandan buyon unga rahbarlik qilib kelayotgan Erkin A'zam o'zbek jurnalistikasida ham o'ziga xos katta maktab yaratdi. Uning bosh muharrir sahifasida e'lon qilingan publitsistik maqolalari hamda suhbatlari asosida jamlangan Ertalabki xayollar kitobi sohaga kirib keluvchi yoshlar uchun qimmatli qo'llanma vazifasini o'taydi. Erkin A'zam jurnalistik faoliyati uchun 1998-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvoni bilan taqdirlandi. Adib asarlari asosida tasvirga olingan Chentramore, Piyoda, Dilxiroj, Zabarjat, Erkak, Parizod, Suv yoqalab filmlari o'zbek kino san'ati rivojiga munosib meros bo'lib qo'shildi. Ushbu filmlar bir necha mahalliy va xalqaro kinofestivallarda nufuzli o'rinlarga sazovor bo'ldi. 2017-yilda esa Erkin A'zamning kino qissalari jamlangan Tanho qayiq kitobi chop etildi. Yozuvchining asarlari o'nlab tillarga tarjima qilingan. London, Parij, Washington shaharlarida ingliz va fransuz tillarida chop etilgan kitoblari taqdimoti o'tkazildi. 75 yoshni qarshilagan zabardast adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi bugun ham qaynoq ijodiy va ijtimoiy faoliyat bilan mashg'ul. Juda bunaqa boy bo'lmasam ham kunim o'tdi. Kam bo'lganim yo'q. Men bir yerdan bir yulg'ishlik qilmadim. Ya bir katta bir boylik masalan bir boy badavlat bo'lib bir yerdan bir narsa orttirganim yo'q. İşladim, el qatori ishladim. Kunim o'tdi. Men hech kimdan o'zim kam deb bilmayman. Xo'p, mana bunday masalan juda chiroyli kreslolarda o'tirmagan bo'lishim mumkin. Lekin ko'nglim to'q bo'lgan meni. Ko'nglim halovatda bo'lgan meni. Shu yetarli menga.